Mana biz 2024-yil 21-dekabrda qishda bu yerda sovuqda yashashga iloji bo'lmay qolib, qishlab kelaylik deb Toshkentga ketdik. Mana bugun 24-may 2025-yilda kirib kelsak, mana shu ahvol bo'lib turibdi. Mana ustunlar qulagan. Pardalar mana yirtilgan. Uylar mana shu ahvolda mana. Shundoq xarob ahvolda. Mana. Eshik ochiq. Ana tashqari qulf ekan, darvoza. Qulfni o'zim ochib kirdim. Ichkariga kirsam mana shu ahvol mana. Xuddi shu ahvolda qilib ketibdi hamma joyda. Mana. Mana hamma narsalarimiz sochilgan. Mana eshiklar buzilgan. Men eshikni yopib ham anoni to'sib ketdim. Ko'ch salafandi. Mana ahvol. Mana shu qulfni qulflab ketganman. Mana shu qulfni ocha olmagandan mana zulpinni sindirib kirishgan. Bu o'g'irlik, bu jinoyat. Buni kim qilgan? Mana. Buni rahbar qilganmi? Yo xalq qilganmi? Agar xalq qilsa, u xalqning rahbari yo'qmi? Boshlig'i yo'qmi? Yo'l boshchisi yo'qmi? Agar rahbar qilgan bo'lsa, u rahbarmi yo jinoyatchimi? Va nihoyat rahbarning umuman xabari yo'qmi? Mana shu ahvol bo'lib turibdi. Men ketyapman bu yerlarda qish chiqsa kelamiz deb chiroyli qilib tartibga keltirib ketganman. Mana shu ahvol bo'lib turibdi desak. Mana. Mana. Mana hovlining ahvoli. Mana. Bunga qanday baho beramiz? Mana ahvol. Mana. U yerda mana nima bo'lgan? Ustun bo'lgan, ustunni qulatishgan. Terada kim aralagan uni? 11 tub terak bor edi. 11 tub terak bor edi. Chirog'ingiz bormi hali telefoningiz? Mana 11 tub terakimizni hammasini aralabdimi? Hammasini aralab ketgan. Mana. 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 Shunday mana. Hozir mana telefonda fonarida ko'ryapman. Mana masha ahvol qilib ketgan. Ana teraklarda ekdik. Biz terakda ekkanmiz. Nima uchun biz ekkan narsalarni bunday qilib ketadi? Mana. Hamma teragimiz mana shunda ontarib ketgan. Mana. Mana telefonlarimiz ishlab turibdi. Bizdan nimaga so'ramadi? Kim birorta odam 3 oyga bir yoqqa ketsa uyi mana shunday abjar bo'lib turadimi? Mana. Buni nima deb ataymiz? Buni inson qilganmi, hayvon qilganmi? Musulmon qilganmi yo kofir qilganmi? Mana. Mayli, Xudoyim mana shu o'zini ham mana shu ahvolga solsin. O'zi ham shunday. Mana shu biz kelganda mana shu yer qanday bo'lsa, kimlar qilgan bo'lsa, ular ham bir kun kelib hayoti davomida xuddi shunday xonavayron bo'lsin. Deganda bir og'iz gap ham qaytardim. Qaytar dunyo qaytsin.